Vokzal territoriyasidan o'zini kattagina mehmonxonasiga ega bo'lgan 103 metr kvadratli 3 xonali kvartiramiz. Полноценный 3 xonali kvartira, mягкий mebel qo'yilgan. Narxi 114 ming. Mana bu yerda kattagina televizor qo'yilgan, hurmatli xaridorlar. Keyingi xonalarni ko'rsatib beraman. To'g'rimizda asosiy eshikdan kirib kelishda o'ng tomonda chiroyli dekoratsion oyna, chap tomonda esa prixojniy mebel. Mana bu yerda esa bitta uborniy xonasi, stиральный mashina qo'yilgan. Mana bu yerda maydagina hol zonasi bo'lyapti. Mana bu yerda chiroyli oshxonamiz, staloviy zona qo'yilgan. Uyimiz chopli pol sistemasida qiziydi, balkon qismiga ega. Mana bu yerda esa umumiy sanuzel, hurmatli xaridorlarimiz. Keyingi xonamiz bolajonlarimizga bitta детская spalnya, o'zini deraza qismi bor. Ikkita bolaga mo'ljallangan shart-sharoiti bor, hurmatli xaridorlarimiz. Mana bu yerda взрослая spalnya, взрослая spalnyada ham barcha kerakli shart-sharoitlar bor. Chiroyli mashina kravat zona. Mana bu tomonda shpalya zonasi qilingan. Vokzal territoriyasi Uzgazolning yonida 103 metr kvadrat, narxi 114 ming. Aloqaga chiqinglar, narxini arzon qilib beramiz.